ingliz tilini ham qoidalarini o'ylab topish vaqti keldi. Kelinglar, mana ko'p o'ylamaymiz, mana 3 ta zamon bo'ladi: hozirgi zamon, o'tgan zamon va kelasi zamon bo'ladi. Lekin sal kreativniroq bo'lamiz. Shunda o'tgan zamonni mana qilaylik. Afsus qiladigan o'tgan zamon bo'lsin, afsus qilib bo'lmaydigan o'tgan zamon bo'lsin, keyin o'tgan zamondan oldingi o'tib ketgan o'tgan zamon bo'lsin. Вообще shikarni. Bunaqasi hech kimda bo'lmagan. Keyin vot kelinglar, mana fe'llarni o'tgan zamon shakli har xil bo'lsin. Mana prosta har xil bo'lsin, xohlaganicha yodlasin va buni noto'g'ri fe'llar deb yodlashadi. U ham mayli, u 3 ta kolonkaga bo'lingan bo'lsin. Bilmadim nega, prosta qiziq. Keyin kelasi zamon bo'lsin. Kelasi zamon ham men sal noodatiy bo'lsin. Faqat qilaman emasda, qilishim mumkin, qilib bo'lgan bo'laman, qilib bo'lgan bo'lishim mumkin edi. Qilgim kelyapti. Xo'sh, endi nima o'ylasak bo'ladi? Qilib bo'lgan bo'lar edim bo'lsin. Okey. Keyingisi kelasi zamon o'tgan zamonda bo'lsin. To'yiz, men shuni qilmoqchi edim, lekin qilmadim degan zamon ham kelinglar o'ylab topaylik. Давайте keyin artikllarni o'ylab topamiz. 3 ta artikl bo'ladi. A and the. Yurak jiz etsa qo'yadigan bo'lib ketsin, lekin baribir ham xato bo'lsin. Qoidasini 10 tacha kitobga cho'zib yozamiz. Именно artikl mavzusini. Xo'sh, transkripsiyaga keladigan bo'lsak, transkripsiya ham oson bo'ladi. Prosta bitta ham ingliz tili harfi bo'lmaydi. Bunaqasi hali bo'lmagan va mana shu hamma qoidani inobatga olgan holatda IELTS ekzaminini o'ylab topishsin.